Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Minnatdorman onajon. Samarqand viloyati Urgut tumani Mangitobod mahallasidan Nortoji ona siz bilan bog'landikmi? Sog'i salomatmisiz onajonim? Kayfiyatlaringiz, sog'liklaringiz yaxshimi? Avvalambor bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz, qabul qilgan 71 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Onajonim, bir-biridan go'zal bo'lgan tabriklarni ertalabdan siz uchun yo'llash maqsadida sizni ozgina bo'lsa-da quvontirish niyatida Telegram ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur bo'lgan syurpriz tabriklar loyihasidan siz uchun kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Sitora A'zamova bo'laman. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim bunday chiroyli va shukuhli kunlarni ko'pini ko'rib yuring. Allohim umringizni qavmi qarindoshlar ardog'ida, qaramog'ida o'tkazishingizni, bahoriy kayfiyat, iliq orastalik sizni aslo tark etmasligini so'rab qolamiz. Loyihamizga qadri aziz mehribonlaringizdan ishtirok etib, sizni tabriklash bahonasida duolaringizdan bahramand bo'lmoqchi yaqin insonlaringizdan ajoyib bo'lgan tabriknoma yo'llangan. Onajon, nima deb o'ylaysiz, bu sirli insonlar kim bo'lishi mumkin? Yana taxminlaringiz bormi? Ular hammasi qiladi. Endi asosisi shuda. Albatta, bugun sizni juda ham yaxshi ko'radigan, samimiy tilaklarni yo'llayotgan inson Oqila farzandingiz. Albatta, sizni ko'rar ko'zingiz, hayotingizni go'zal mazmunlaridan biri bo'lgan farzand ne'matingiz o'g'lingiz Niyozbek aka nomidan tabriklash maqsadida telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshiryapmiz. Rahmat. Yana sizni chin yurakdan tabriklovchi insonlar opajoningiz Roziya onajonimiz, ukajoningiz Arzuqul aka, singlingiz Mohiya ona va sizni 7 nafar o'g'lingiz, 7 nafar kelinlaringiz, 17 nafar nevaralaringiz va 1 nafar evarangiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Rahmat. Onajon, siz bu dunyodagi eng baxtli, eng boy ona buvi ekansiz. Sizni yoningizda turadigan mana shunday juda ham ko'p yaqinlaringiz, jigarlaringiz bor ekan. O'g'lingiz Niyozbek aka nomidan siz uchun atalgan juda ham go'zal bo'lgan tabrik xatlari, dil izhorlari ham bor. Agarda sizni vaqtingizni olmayotgani bo'lsam, ushbu tabrik nomalarni Allohim qodir qilguncha siz tomon yetkazib bermoqchiman. Rahmat. Bemalol. Unda siz tomon yetkazishni boshladim. Assalomu alaykum. Allohim inoyati bilan eng chiroyli kunda dunyoga kelgan onajonim, suyanchim, ishonchim, mehribonim, shirin so'zim, qalbimning farishtasi, mehr muhabbatimizga loyiq insonim. Sizni shunday ulug' kunlarda chiroyli kuningiz, shukrona ayyomingiz bilan muborakbod etaman. Mehribonim, ayyomlaringiz takror bo'lsin. Sizday aziz insonimni Allohim doimo o'z panohida asrasin. Qiblagohim, farzandlari uchun qadri qaddidan-da ustun bo'lgan, baland bo'lgan insonim. Mana inshaalloh 71 yoshingizni ham qarshi olyapsiz. Alhamdulillah. O'tgan yillar davomida agarda bilib bilmasdan dilingizni og'ritgan bo'lsam, onajon, sizga qattiq gapirgan bo'lsam, men erkak farzandingizni kechiring onajon. Sizni yeri ko'kchalik yaxshi ko'ramiz. Xonadonimizga fayzu barokatlar nasib etsin. Shu qatorida Allohim doimo yuzimizni yorug',
ko'nglimizni keng, qadrimizni baland, so'zlarimizni doimo muvaffaqiyatli qilsin. Onajon, mehribon onajonim, doimo yo'llarimga ko'zlarim mo'ltiragan, eshikdan kirib kelganimda bolam keldingmi deya yo'llarimga intizori bo'lgan volidam, bizni deya mana shunday kunlarga keldingiz. Onajon, men Allohimga shukrlar, duolar qilamanki, sizdek ota-onalarni farzandi bo'lib dunyoga kelganim uchun. Agarda yana qaytadan dunyoga kelishga imkoniyat berilganida hech ikkilanmasdan yana sizni va dadajonimni farzandi bo'lib dunyoga kelishlikni Allohimdan o'tinib duolar qilib so'ragan bo'lardim. Mehribon onajonim, bizni deb o'tkazgan bedor tunlaringiz, dunyo lazzatlaridan kechgan kunlaringiz uchun rozi bo'ling. Sochingizga tushgan oqlar, yuzingizga ham tushayotgan ajinlar uchun biz farzand ne'matlaringizdan rozi bo'ling onajon. Albatta sizni rozi qilish yo'lida biz butun bir umrimizni sarflashga tayyormiz. Siz bizni bu dunyodagi eng yaxshi, mehribon insonimizsiz, eng yaqin do'stimizsiz. Bizni dunyoga keltirib, o'zingizni orzu maqsadlaringizdan kechib bizga qanot bo'ldingiz. Orzularimizni ushalishida doimo bizga suyanch, ishonch bo'ldingiz. Mana necha yildirki dadajonim yo'qligini bildirmasdan bizni yonimizda bo'lib, o'zingiz g'amxo'rlik qilib kelmoqdasiz. Onajon, men sizni dunyo qadar yaxshi ko'raman. Sizga bugun ta'rif berish maqsadida o'zbek tilida barcha so'zlarni jamladim. Lekin sizni ta'rifingizni topolmadim. Albatta sizni ta'riflashga tillar, qalamlar ojizdir. Mehribonim, biz farzandlaringiz uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Hali biz eng yaxshi kunlarni ozginasinigina yashadik. Hali yaxshilik kunlarimiz oldinda. Siz bizni uyimizni to'rida farishtadek bo'lib duolar qilib tursangiz bo'ldi onajon. Endi bizni navbatimiz. Endi biz mehr muhabbat ulashamiz. Qo'limizdan kelguncha, Allohim qodir qilguncha yoningizda bo'lamiz. Duolaringizni olamiz. Qo'llaringizni ko'zlarimga surtay onajon. Mehribonim, volidam. Inshaalloh bu dunyoda ko'rganingiz Robbimning uyi Ka'batulloh bo'laversin. Chin dunyoda ko'rganingiz Robbimning jamoli, jannatlari bilan mukofot oladigan eng yaxshi onalardan bo'lishingizni tilayman. Mehribon onajon, sizni juda sog'indim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Balkim yaxshi ko'rishimni sizga har doim ham izhor qila olmasligim mumkin. Lekin siz meni urib turgan yuragimda, doimo qilayotgan duolarimda siz. Mehribon onajon, o'zingizni biz uchun ehtiyot qiling. Volidam, munisim, mo'tabar onajonim. Tavallud kuningiz, shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Ona, ketdik, shahar ko'rsatay. Rasxotidan aslo g'am yemang. Ona, yuring, shashlik oberay. Faqat bolam o'zing ye demang. Olib boray go'zal joylarga, ko'zingizni biroz quvnatay. Yoshligimda ko'p o'ynatgansiz, men ham sizni shunday o'ynatay. Qo'ying bugun qozon tovoqni. To'xtab tursin dunyo ishlari, bir kun yayrangsiz ham iltimos, unutaylik dardu g'amlarni. Eskiribdi usti boshingiz, yangi ko'ylak olay demaysiz. Bo'yingizdan bo'yim balandda, qachongacha bizni o'ylaysiz? Bo'ling ona, ketdik shaharga. Yangi ko'ylak olib beraman, o'g'il bo'lib bir yasantiray, evaziga duo olaman. Onajonim,
sizni doimo yaxshi ko'ruvchi, doimo sizga yaxshilarni tilaguvchi farzand ne'matlaringiz, ko'zlaringizni oqu qorasi, doimo sizni yaxshi ko'radigan o'g'lingiz Niyozbek aka nomidan mana shunday go'zal bo'lgan tabrik xatlarini, dil so'zlarini, she'riy satrlarni qabul qilasiz. Marhamat, ayni fursatlardan foydalanib sizni ham aytar so'zlaringizni birgalikda eshitamiz. Rahmat sizlarga. Meni uzatib, radiolarga qatnashganlaringiz uchun. Bejonim rahmat. Bo'ladi sizni salovatini xush chaqarsin. Kelindim bilan baxtli saodatli bo'lsin. Baxtimga sog' omon, sog' salomatdan albatta. Minnatdormiz onajonim, tavallud ayyomingizni jigarlar, farzandlar, barcha yaqinlar davrasida unutilmas va fayzli qilib o'tkazishingizni tilaymiz. Siz uchun farzandingiz Niyozbek aka mana shu taronani shaxsan eshittirishimizni iltimos qilib so'ragan ekanlar. Bu tarona siz uchun yangraydi. Salomat bo'lasiz onajon. Rahmat. Minnatdormiz. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Rahmat. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido, onamdir u. Orzusidan kechib goho, yori uchun qilgan vafo, onamdir u. Yo'g'iga ham ko'nib ketgan, ro'zg'orini mahkam tutgan, onamdir u. O'zi yetmay murodiga, farzandidan umid tutgan, onamdir u. Ona aziz, muqaddasdir, nozik xilqatsiz, shubhasiz, ona zamin, gapidir siz ham ulug'siz ham aziz, ona aziz, muqaddas hayot. Ona aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz, ona jonim, onam, mehribonim, farishtamsiz, ona aziz, muqaddas hayot. Mingta tashvish o'yi bor, yuragini kuydirgan, shirin xayollarga emas, hasratga to'ydirgan, u xokisor ona. Bag'ri yonib tursa-da, farzandlarin kuldirgan, issiqdandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan, u beg'ubor ona. Ona aziz, muqaddasdir, nozik xilqatsiz, shubhasiz, ona zamin, gapidir siz ham ulug'siz ham aziz, ona aziz, muqaddas hayot. Ona aziz, muqaddasdir, olam ichra olamdir siz, ona jonim, onam, mehribonim, farishtamsiz, ona aziz, muqaddas hayot. Azal yaratganda Xudo, shirin so'zga joni fido, onamdir u. Orzusidan kechib goho, yori uchun qilgan vafo, onam